Qiyin-ku ishingiz. 2025 oxir dekabr oyi to'ladingizmi? Yo'q, hali to'laganman. Ahvol chatoq-ku. Mashina kimdan oldingiz? Bankdan olganman. Yo'q, sotilgan joyi kim? Qaysi savdogardan olgansiz? Tochkasini ayting. Anani markani oldidagi. Markan oldidagi baladan olgansiz. 2023-yil sentyabr sentyabr oyi olgan ekansiz. Mashina narxi necha pulga sotildi sizga? 190. 2023-yil 190 million olgansizmi? Necha kirim qilgansiz keyin? 60 million kirim qilgansiz, ha? Lekin sizga davlatdan o'zi 168 million 232 ming so'm kredit chiqdi, bilasizmi shuni? 60 million to'laganingizdan keyin. Hozirgi qolgan qarz qarang aka. Men bu oy to'lamagansiz-ku. Men bu oyga turibdi. Do'stim bir do'stona bir maslahat berar ekanman sizga. Mashina sota olmaygansizda. Mashina qarzi aka 125 million 563 ming so'm davlatdan qarz turibdim men. Tushundingiz? Hozir patolog sotdiz deyli ham 128 ga deydi. 130 ham olmaydi buni. Ya'ni ochiqcha ko'ring. 128 ga sotasiz, 60 million boshdan to'lagansiz, shu paytgacha 5 million 278 ming so'mdan to'lab kelgansiz, bor yo'q qo'lingizga bir 3 million so'm pul berar ekanman-da. Siz shunga hozir rozi bo'lasizmi? Rozi bo'lasizmi? Yo'q, masala bu endi. Endi baribir iloji yo'qda shunday vaqtga to'g'ri kelganda olganman endi. Endi buni yopishim kerak baribir. 2023 190 Cobalt sotganmizmi biz? 190 million. Chunki patolog o'zi 75 ana shunday narx sotilgan. Bildingizmi? O'sha uchun hamma joyga avtokredit desa ishonib ketavermaydi. Mashina narxini kimdir arzon aytadi-da, lekin mana bunda qarzdorlik 190 million bo'lgan taqdirga ham aka sizga 170 million qarz chiqarib bermaslik kerak-da. 60 million to'layapsiz, bu degani 40 millionizni dokumentga hisoblayapti-da, 20 million so'mni tanib qo'yadi. Hech bo'lmasa 30 50 ga 50 qilsa, o'shani insofini yeganda. Bizdan xafachilik bo'lmasin. Men olaman, mayli 3 million qo'lingizga pul teggan. Rozimisiz? o'shanda 130 bo'ladi. Yo'q. Agar haqiqatan siz noyabr oyigacha to'lagan bo'lsangiz, pitichkangiz bilan noyabr oyigacha to'lagan bo'lsangiz, 126 million qarz turibdi. Men sizga hozir 2,5 million pul berar ekanman, 3 million emas. 128 bo'lgandan keyin men sizga hozir 2,5 million pul berar ekanman, bor yo'q. 128 millionga men olaman buni. Sizga 2 million pul beraman, 2,5 million. Bo'ldi. Siz shunga rozi bo'lsangiz bering. Yo'q, mayli. O'sha uchun endi bir amallab mining, iloyim kreditdan uzilib keting. Hozir bu sizga o'zi 250 millionga turibdi-ku. Xafa emasmisiz? Nima xafa bo'laman? Xafa bo'lmang. Instagramdan chiqib ketsangiz yozmaysiz-a? Yozmang, unday qilmang.